Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek PKZonda kanalida anchadan beri videolar chiqmayapti. Endi yana videolarni kechini uzmaslikka boshlaymiz. Qani bo'lmasa, bugungi videoyimizda hozir hamma yoqda trend bo'layotgan, ya'ni meni ko'zim bilan qaraganda trend bo'layotgan o'yin. Men o'zim Rossiya bu o'yinni o'ynayim kelganda Iblis 3 Fenomena degan o'yin bor. Fenomenami shunaqa o'yin bor ekan. Yaqinda chiqibdi. 2025-yilda chiqibdi. Xo'p, shu o'yinni o'ynab, hozir mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Bu o'yin rosa zo'r izohlar berilyapti. Bu o'yin qanaqadir bir juda ham zo'r deb izohlar berilyapti. Bu o'yinni mana o'ynab ko'rishga harakat qildim, lekin bunga bir marta kirdim, o'ynamasdan qaytib chiqib ketdim. Qanaqadir bir atmosferasi rosa ham qo'rqinchli. Короче, Turkiyada bo'lgan bir oila, qisqacha anaqa aytib beraman. Turkiyada bo'lgan bir oila, bitta qishloq, u qishloqda bitta odam bor ekanmi, o'sha bitta qiz bilan bor ekan. Короче, onasi o'lgan ekan uni. Onasini keyin o'sha qabriga borib chaqirar ekan. Men to'yimga keling, unaqa derkan. Keyin qora sehrlar qilgan, bir narsalar qilgan ekan. Keyin onasi uni to'yida ko'ringan ekan. Shunaqa qilib ko'ringan ekan. O'qishim bo'yicha keyin shu qishloq o'sha paytdan beri tashlab ketilgan ekan. Keyin bitta jurnalist tomonidan o'sha borilgan ekan. U jurnalist yo'qolib qolganmi, kim shunaqa bo'lgan ekan. Hozir biz jurnalist bo'lar ekanmiz. 1994-yilda yo'qa borib biz o'sha yerda o'rganishimiz kerak bo'lar ekan. Endi bu o'yinga qanchalik tuh yiqqanimni o'zim bilaman. Bu haqiqatan qo'rqinchli o'yin. Xo'p. İngliz tili. Stop. Bu o'yinni men oxirigacha tugata olmadim. Chunki bu o'yin juda ham qo'rqinchli o'yin va shu sababli ham meni bahoyim o'yindan o'yin. Chunki men bu o'yinni qo'rqib ming duh bilan o'ynagandim, baribir oxirigacha tugata olmadim. Chunki juda ham atmosferli va dinga bog'liq o'yin bo'lgani uchun. Shuning uchun men tugata olganim yo'q. Bu o'yinni tugatishim sizlarga bog'liq. Maksimalniy layklarni bosib, kommentlarni yozib, maksimalniy poddeshka qilamiz. Qancha sizlar ko'p poddeshka qilsanglar, shuncha men tezroq o'yinni davomini chiqarishga harakat qilaman va o'zimda duh yig'ishga harakat qilaman. Qolganini video davomida ko'rib tushunib olasizlar. Soundtrack bor-ku, вообще bomba. Yomon qo'rqinchli ovozi bor-ku. Bu o'yinda har xil jin, ruhlar, shunaqa narsalar bo'lar ekan. O'shanga men qo'rqyapman. Qanaqadir bir haqiqatga yaqin o'yin bo'lgani uchun. Bu oyun gerçek bir hikayenin izlerinden Oyun haqiqiy hikoyaga asoslangan yer ve oyun. olayı anlatan kişilerin isimleri kendilerinin isteğiyle gizli tutulmak zorunda kalınmıştır. 1994 yılının Ekim ayında 1994-yilda Türkiye'nin doğu oktyabrda bölgesinde bir juda ham köyde notanish yaşayan bir çok ilginç bir olay qishloqqa dönemin boriladi. haberlerinde yer almış. Garchi Her o'sha ne aytib kadar bergan çok narsamda, inanılmasa da o'sha aytib bergan narsamni yana aytib beradi. Hozir o'yinni boshida aytib berdim-mi o'sha narsa. O'z qo'rqinchli o'yinlarga yo'g'roqman. O'shanga qanaqadir bu o'yinni o'ynang kelmay shu oxirini topdim. Grafika normalniy lekin. Xo'p. Men ovoz yomon balandlik qilyapti bor-ku. Bu taklifnoma nima edi? Короче, o'sha masalaga aytdim, to'yga taklifnoma deb.
O'sha taklifnoma ekan mana menimcha shunaqa o'sha taklifnoma. Bu qanaqa chiqib ketadi bu taklifnomalar? Arabcha yozuvlarmi? Biz 1994-yil 26-oktyabrda ekanmiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. O'yinni boshidan уже vohimani sotdim. Kuchani ko'taryapti o'zi ham. Nimalarni? Echkin toshlarimi? Echkini boshimmi? Voy. Ovoz qanaqa pasaytirsa bo'lar ekan-a? Yomon bir qo'rqinchli anaqalarni o'yinlarni ovozlari baland bo'ladi. Kimman? Bilaman. Bu nima? Aziz, короче, bu cherkov ekan. Mana bu cherkov ekan. Church degan cherkov degan o'sha mana cherkov bu menimcha. Bu yoqda xristianlar ham bo'lgan demak. Voy mana buni turishini. Atmosfera вообще qo'rqinchli bor-ku. Shu qo'rqinchli atmosfera. Hozir mana joylashib qo'yay. Men buni ko'rib qo'rqib ketman. Bu masjid ekan. Aqlim yetmayapti buni o'ynash. Qo'rqinchli o'yinlar yoqib ketdi menga. Voy men buni
Qayoqqa borishim kerak ekan? Men momaqaldiroq ovoz qo'rqitib tashyapti meni boru. Men buni treylerini ko'rdim. Qatga kirishim kerak hozir men shunda. Nechta borishim kerakmi? Tezroq yugurmasmikan? Hop, bitta narsa shunday chiqib ketsa qo'rqib ketaman deb, seriously. Ammo mozor. Shunaqa qo'rqib ketaman ya. Shunga kechiktirsa. Hatto shu qo'rqib ketaman o'zi ham. Nima qonmi? Bu yoqdan yurdi shekilli hozir. Yurdik menimcha bu yoqdan. Yo'q, yurmadikmi? Mana bu tikib ketgan qon. Outlast boru, Outlast ham bunaqa emasdi. Qanaqadir menga yomon qo'rqinchlik qilyapti. Tegirish kerak ekan. Mana yana qo'rqishga tayyorman deydi. Lekin haqiqatan normal ekan. Bu qanaqadir bir Sijin kinosi bor-ku, Sijin kinosiga o'xshab ketadi-da, rostdan o'xshab ketadi. Bu ham bir islom diniga bog'liqda. Shunaqaroq, bu ham o'shanga o'xshab ketadi. O'z qatga borish kerak ekan-a? Men tegirish kerak ekan-a? Hozir shu yoqdan keldi-yu. Mana bu yomon qo'rqityapti-da meni. O'zim ko'rganimda uy ichiga kirish kerak edi, qanaqadir. Uy ichida bir narsa g'alati hodisalar bo'lardi. Bir narsalar chiqib kelardi. Ana jump scare bo'ladi-ku, jump scare'lar. O'shanaqa bo'lardi. O'zim aylanib yuribman bitta joyda.
voy mashdan ko'tarib. Mana bu tekirishga-ku вообще duxum yetmayapti. Voy. Ancha oynamiz bosib o'tib ketibsiz o'zi ham. Voy. Voy mamını. Uy. Voy. Aqlim yetmayapti o'zi ham bu naushnik yechib o'ynayman ekan-a. Voy mamını. Shunga yechib o'ynayman ekan-a. Yo'g'iga aqlim yetmayapti o'ynashga haqiqatan. Men buni bir o'zi qo'rqitib qo'ydi, ujmani bor-u. Voy, videoga chiqdimi? Voy. Voy. Voy lekin. Voy. Voy. Poruf. Yo'q qo'rqib ketdim, mikrofonga tushib ketdi qo'limdan. Voy. Voy, qo'rqdim lekin bor. Kamerachi ham qo'rqib ketdi. Voy, men bu yoqqa kelib qopti. Boya ancha turgandi. Xo'p, ko'rdinglar meni ahvolimni? Qanaqa ahvolga tushib qo'yganimni ko'rdinglar. Endi bu yog'iga o'ynashga haqiqatan duxum yetmayapti. Endi yaxshilab dux yig'ib olaman, keyin qolganini o'ynaymiz. Bu o'yin normalniy o'yin ekan. Menga yoqdi-yu, silishkim qanaqadir bir Amenti degan o'yin bo'lardi. Amenti degan o'yin ham bunaqa emas. Hatto yaqinda chiqdimi? Qachon chiqdi? 2000 yaqinda chiqdi, bahorlarda chiqdi. Misr haqidagi o'yindi, u ham bunaqa emasdi. U qanaqadir bir da afsonada baribir. Men bu ham bir afsonam yo'qmi? Bu yana realniy voqealarga asoslangan o'yin deyapti-da. U qanaqadir multfilmga o'xshaydi. Bu multfilmga o'xshamaydi, haqiqiy kinoga o'xshaydi. Shuning uchun meni qo'rqityapti. Keyin Sichin degan kino bor. O'sha Sichin degan kinoda ham mana shu folbinlar haqida, mana shunaqa islom dini haqida aralashganda, mana biz biladigan narsalar aralashgan. Bu yoqda ham jin, shayton deyapti-da. Shu jin shaytonlarni biz bilamiz, kimligini, qanaqaligini bilamiz. Endi ko'rmaganmiz, bilamiz-da, eshitganmiz. O'shaning uchun bu menga вообще qo'rqinchli tuyulyapti. Bu o'yinni yaxshilab do'qiga olib, oxirigacha bir hali o'ynaymiz. Like'larni, kommentlarni bong'illatib tashlanglar. Bu yo'qni davom ettiramiz. Xo'p, buguncha menga yetadi. Buguncha menga aniq yetadi shuni o'zi. Hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Hamma oxirigacha ko'rgani uchun rahmat. Keyingi videolarda mana shuni hali davom ettiramiz. Yana qanaqa o'yinlar haqida olib chiqishimizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlarga qanaqa o'yinlar qiziq? Shuni ham yozib qoldirsanglar, sizlarning gapinglar men uchun albatta qiziq. Shu o'yinlarni olib chiqaman men o'zim.